ayollar, men hozir sizlarga gapiraman-da, to'g'ri, juda ham erkatoysizlar. Sizlarni faqat erkalatib katta qilish kerak, erkalatib muomala qilish kerak. Lekin bu degani 24 soat sizga turmush o'rtog'ingiz yaxshi muomalada bo'lib berishga majbur yoki-da doim hamma sizga yaxshi muomalada bo'ladi degani emas. Hamma ham o'zingizdek. Sizni ham kayfiyatingiz ba'zida bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi. Siz ham boshqa insonlarga 24 soat yaxshi inson bo'la olmaganingizdek, boshqa insonlar ham xuddi sizdaka hadeb ham turmush o'rtog'i yomonlavermasdan, mehr bermaydilar-da, e'tibor bermaydilar-da, sovg'a bermaydilar-da deb, yostig'ingizni qo'llavermasdan bitta narsani mard bo'lib tan oling. Shu inson siz uchun Alloh bergan ne'mat-ku, shu insonni ham bir ne'mat sifatida qabul qilib, qalban yaxshi ko'rib, unga ham mehr berib, e'tibor qaratib, Alloh uchun yaxshi ko'ring va mard bo'lib ayting, 99% yomon xislati bordir, yomon insondir. 1% bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham yaxshi xislati bormi? Yozing shuni. Agar rostdan yaxshi xislati bo'lsa, shu bir dona Alloh bergan yaxshi xislati bilan umringizni davom ettiring. Yaxshi ko'ring shu bitta xislati bilan.